Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli dehqonlar, aziz obunachilar. 2025-yil 11-may. Azlar Toshkent viloyati Piskent tumaniga tashrif buyurganmiz. Shunday yo'l yuzida 2 gektarlik maydonda, o'zi asli 4 gektarlik maydon, 2 gektarda o'sha bir sutxum kompaniyasini sizlar bilgan 4 xil pomidorini bu yil birinchi yil berganmiz. Bulardan o'sha birinchisi Burping o'suvchi pomidor, ikkinchisi Burmax 1707 va 1650 BT 1650 4 xil pomidorimizni birinchi yilga ushbu dalamizga berdik. Bundan oldingi yil 1-2 odamlar ekkan. Bu yil ikkinchi yil. Dehqon akamiz Yusuf aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Orman aka, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Kechmisizlar? Dehqonchilikka baraka. Xudo xolasa yaxshi hammasi. Mana shu aytyapsiz, 1 oy bo'ldi deyapsiz. 1 oy bo'ldi mana. Точно 1 oy bo'ldi mana. Hozir bugungi kunda, ya'ni 10-da shu 1-2 kun nari bersa. Ekilganiga 1 oylik bo'lgan holat bu patplyonka ekilibdi. Bu qarang. Tegini o'ziga salafan tortilgan, ustiga tortilmagan. Ochiq maydonga ekilgan. 10-aprelda ekilgan shunda. Bu oxirlardan bo'lib ekilgan Burping ekan. 10 kun davomida ekibsiz-da, nargilar. Bu etap bo'lgani uchun shoshib qolmaslik uchun etap ekkanmiz. 1650larni raftaratda. Unda ham holatlar bor. Uni ham ko'rsak bo'ladi agar borib. Mana akalar, e'tibor berasizlar. 1 oylik bo'lgan pomidor. Burping pomidor. Buni puchtalarini necha qildingiz aka? Endi bizani tokki hisobiga bir tarafimiz shu 1.60 bo'lib qoldi, bir tarafimiz lekin 2.10 bo'lib qolyapti-da. O'shani hisobini nima desam, ilojini qila olmadik. Bir taraf nima qilsak yerimizdan yutqizamiz. Xullas mana shunaqa qilib biroz zichroq bo'lib qolibdi-da. Lekin orasini 45 ga ektirganman. Shuni hisob bor lekin. Oralig'i pomidordan pomidorgacha oralig'i 45 sm. 50 ham bor. Shunday qilib bu taralgan holatimi bu joy? Bu endi taralgan holati. Bu yog'i ko'rinchi. Bu endi kech payt salqin taraymiz. O'zini ishga olish uchun. Bu yog'i endi taralmagan holat. Taralmagan holat. Ko'chatni o'zingiz qildingiz. Videolarni tashlab turdingiz, ko'chatlarini ham hammasini o'z uyda, uy sharoitida qildingiz-a? Hammasini o'zim qilaman, o'zim qo'limdan keladi. Unutchanliklari ham sizda yaxshi bo'ldimi? Endi unutchanligi faqat mana Burpingga 90% bo'lib qoldi. 90%. Qolgan 1650larga уже 98-100% pasti bo'ldi. Sharoitda bu videolari bor, tashlagansiz, mana qilsa qo'yib ketamiz. Lekin menga mana yoqqan tarafi mana. Hosildorlik mana kis solar ekan. Menga hali bu rosa yoqayotgani boshqa pomidorlardan farqi mana 4 ta, 5 ta mana savatda hammasi ushar ekanda gulini xudo xolasa. Yusuf aka, mana e'tibor beryapman-da mana. Bu bitta bachka, bu bitta bachka, bu boshqa shoxlari, yon shoxlarini umuman olinmaydimi? Yo'q, men olmadim. Endi hammasi hosil. Faqat yemishini yaxshi bersangiz, xudo xolasa yetkazib beradi. Yetkazib beradi. Shu paytgacha nima berdingiz? Shu paytgacha faqat 2 marta amofos berilgan bo'ldi. Karbamid, selitra o'zi aslida 35 gradusga chiqqanda solingan narsalarda bular. Havo 35 gradus issiq bo'lsa, keyin solingan narsalarda. Chunki bu stressga tushib soviyishni boshlaydi o'zi. O'shaning uchun amofos bilan 2 marta beramiz, keyingilariga holatiga qarab sulfat bilan amofos yana aralashtirib beriladi. Keyin rosa isib ketsa, keyin selitra, karbamid degan narsani beramiz. Aka, bitta narsada shunchalik katta tavakkal qayerdan endi buncha bu yil sizlar? Mana shu narsani mutaxassis bo'ldik. Chunki 20 yildan oshdi bu dehqonchilik qilayotganimga hozir. Har yili qo'shib o'zi 15 sotidan boshlab turib, mana sekin 2 gektar men o'zi bir o'zim ishlayman. Sherik yo'q. Bir o'zimga yetadi. Mana shunaqa ishlayapti, xudoga shukr. Demoqchi bo'lganim bu yangi navga qayerdan jur'at 1 yil shunchaki ekib borishga? Qayerdan ko'rib ishonch bo'lish kerak insonlar. Shunday qaraganda Parkentda bo'lgan narsa Piskentda ham bo'ladi-da, xudo xolasa. Faqat yaxshi qarab, niyatni to'g'ri qilib ekilsa, bismillah deb, mana o'zimizda ham bo'lyapti mana. Hosildorlik bo'lsa shunchalik bo'lar. Misol uchun mana shu narsangiz har bitta hozir gulini sanaydigan bo'lsangiz, mana shu tupda o'zi 120 ta gul bor hozir.
oddiy. Lekin hammasi tugadigan, yo'llarni tashlaydigan narsa emas. Videoni boshida aytganim bejiz emasda, men shu sohaning ichida ancha yildan beri yurganim uchun sizlarni regioningizlari o'zini ekadigan bir pomidorlari bor-da. Qo'shto'g'on ichida boshqa narsa ekmaydi. Endi qotib qolishganmiz ana. shu o'shandan boshqa narsaga o'tish juda ham qiyin. O'shaning uchun demoqchi bo'lganim, qayerdan buncha jasorat polni shu pomidorga o'tishlikka sabab. Endichi odamzod misol uchun o'sish uchun ozgina rivojlanib boshqa narsalarni ham misol uchun yaxshidir o'sha narsalar ham. Ekib ko'rib, misol uchun sizdan olgan bo'lsa, hammasidan 10 ming 10 mingdan olganman bilsangiz. 40 mingta urug' olganman sizdan. Faqat bitta burping 6 mingta olingan. Inshaalloh Alloh xayrli qilsin, barakasini bersin. Bitta narsa ko'nglingizni ko'taraman, o'zingizdan bilasiz. Burping ham 16.50 ham bulturgi yil Piskent tumanida ekilgan. Natijalari juda ham zo'r bo'lgan. Shunchaki biz reklama qila olmadik, o'sha paytda bora olmadik. Bizda Telegramda tashlab turishgan videolarni, qisqa videolari bor. Mabodo ko'raman deganlarga qisqa videolar dehqonlarimiz tomonidan tashlaganlari bor. Sizlarni regionga yeringlarga tushgan. Xudo xohlasa shunaqa bo'lsin. Xudo xohlasa Alloh xayrli, barakali qilsin. Lekin Xudoga shukr, kasal yo'q, boshqa yo'q. Har kim ichida biza. Hech qanaqa zarar ko'randalarga, hasharotlarga qarshi, hasharotga qarshi sochdik. Mana guliga qo'yadi-da kapalak. O'shaning uchun bir marta shoshib chiqildi bo'ldi. Nima sochdingiz? Biz aslida karagen bilan altikor bilan ishlaymiz. Xo'p, birinchisiga o'shandan urdingiz-a? Birinchisiga karagen urdim. Endigisiga ozgina dozani ozgina oshiramiz. U 2,5 grammdan urildi pashti. Unaqa ko'p urilmadi. Masalan 10 litr suvga karagen 2,5 grammdan qo'shib urildi. Altakorni endi shu 4 grammga chiqaramiz. Shu bilan keyin gulini ushlab olsa, endi qaysi paytda sepasiz bu yog'iga? Chet salqin shoshiladi. Har 10 kunda shoshiladi. Ha, har 10 kunda. Har 10 kunda shoshiladi. Aslida gulida adashmasa bo'ldi. Bu hosil tutganda tushmaydi ichiga qurt. Mana shu guliga qo'yib ketadi lichinkani. Guli bilan birga rivojlanib, keyin hosili ichidan u teshib chiqadigan narsa-da bu. Uni o'zimiz ham ko'rganmiz. Gullagan paytda albatta obязательно gullagan paytda adashmasin. Mana dehqonlar misol uchun biz ham misol uchun o'rgatadigan bo'lsak, u savob uchun o'rgatamiz. Misol uchun menga raqobatdosh bo'lish uchun yo'q. O'sish uchun, boshqa qilish uchun, bir inson oilasini boqish uchun shunaqa. Dehqonchilik shunaqa joylarda aytiladi. Chunki bir odamga savob qilsangiz, Xudoyim sizga ham beradi. Shunaqa narsa-da. Albatta. Xudo xolasa yaxshi hammasi. Mana shu faqat gulida adashmasin. Mana shu gullab hozir bu hali ham massiviy gullagani yo'q bu. Mana hozir sochganimga 5 kun bo'ldi. Yana bir 3 kundan keyin sochverish kerak buni. Chunki yana gullayapti-da bu. Yaxshi bo'ladi. Suvni necha marta berdingiz? Ikkinchi suvi. Endi ikkinchi suvi. Ikkinchi suvi, ha. Ikkinchi suvini qo'yib bo'ldik, 2 marta dori bilan qo'ydik. Shu amfos bilan qo'ydik lekin. Birinchi ekilgandagi jarayoni shundoq, ana dorisiz shundoq suv qo'yib yuborilgan, yetkazib quritilgan u nimani ushlash uchun. Ko'chat sal tetik bo'lib ushlab olish uchun. Aslida ikkita suv qo'yildi. Uchinchi suvga Xudo xolasa Ariqdan icharkan-a? Ha, ariqdan icharkan. Suv keladi. Tepada latoq ko'rdim. Latoga. Latoda suv kelar ekan. Demak, azizlar, 10 aprel holatiga ekilgan plyonkaga faqat tagiga plyonka solingan. Ustida duga yo'q. Mana shu plyonka ostiga ekilgan 1 oylik ko'chatlarimiz. Bu burping ko'chat mana. Shox olinmagan, shox olmaysizlar. Ochiq dalada agar pushtaga yotib o'sadigan bo'lsa, pushtaga yotqizadigan bo'lsanglar, bu yon shoxlari olinmaydi. Bu yon shoxlari hammasidan gullarni ko'ryapsizmi? Ular meva, ertaga tonnash mashlardan keladi. Barglari toza, stressdan xoli aka. Yusuf aka, inshaalloh. Xullas, stressga tushgan pomidorchi bunaqa bagini yoyib turmaydi-da. Bunaqa ochiq qolib turmaydi. Qiyshayib qoladi bagi. Ana shamollash bo'ladi. Misol uchun shuning ichida yuribmiz-da, o'zi mutaxassis bo'lganmiz-da biz. Shamollasa ko'chat o'zi yig'ib oladi. Uni kalsiy degan dorilar bor, uni beriladi. Endi qiynamasdan o'zining holatida mabodo sog'liq qiladigan bo'lsa, havo sog'liq qiladigan bo'lsa, dori solish shart emas. Mabodo dorisiga imkoniyat bo'lmasa-da, dori solib suv qo'ygan pomidori 100% bilingki, ozgina misol uchun kechqurun 10 ga tushib ketib qolsa ham pomidor stressga tushadi emasda. Sirasi o'sha boshqacha holatga o'tib oladi u. Bag yoymagandan keyin
Misol mana shokolad bagi bo'ladi-ku. Ha. Masalan, yoymagandan keyin u xullas, o'zi soyasiz qanaqa bo'ladi shunaqa narsa. Juda ham erkin, chiroyli o'syapti ekan. Pomidor o'zini holatida. Inshaalloh oxirigacha shunaqa bo'lsin, aka oxirlarini xayrini bersin, oxirini ko'raylik birgalashib. Endi vitaminlarni endi uramiz xudo xolasa. Bu yog'iga Ha, men endi ko'proq u reklama qilish uchun emas, Fitovac bilan ko'proq ishlayman-da. Fitovac bizani anaqamizdan o'sha 450 grammligi bor. O'sha originalini olib kelamiz, yaxshi ishlayapti lekin, zo'r ishlayapti. tajribadan o'tgan. To'g'risini aytsam, bitta pomidorim naryoqda ekkanman, sal avji pastida. O'sha yerga misol uchun o'zi uchun shablon qo'yib ketsangiz, ertadan keyingi kuniga kelib turib, misol uchun 2 sutkadan keyin kelsangiz, 7 santimetrgacha o'sgan bo'ladi. Bunisiga 100% sinovdan o'tgan. 7 santimetrgacha уже rivojlantirgan turadi. Respublikamizdagi o'sha Vitapteka dorixonalardan Hammasi so'rasa bor, bo'ladi Fitovac. Hammasida bor. Qoraroq dori bo'lamidi? Yo'q, Rangi sariq anaqa bo'ladi. Choy rangidan bo'ladi. choy rangiroq bo'ladi. Ham choy rangidan bo'ladi. Shunaqa. Ustidan bargidan berasiz. O'zi dozalarini aytishadi. Ha, dozasi buni ochig'ini aytib o'tish kerak. Ular kamroq aytadi. Men 10 litrga 40 grammdan qo'shib uraman, effekti zo'r bo'ladi. 20 grammdan deyiladi o'zi. 20 grammdan ta'sir qilmaydi. Zo'ri 40 grammdan qo'shib urish. Uni ziyoni yo'q. Ertalab berasizmi yoki kechki Kech salqindan? salqin eng zo'ri dorini kech salqin sochish kerak. Quyosh salqin- yonga botganda. Botgandan keyin bemalol salqinda sochilsa o'zi bagidan oziqlanib ertamangacha Tanasiga Tanasi oladi-da, turadi-da. ispareniya bo'lmaydi. ha, chunki kunduz sochadigan bo'lsangiz bu ispareniya bo'lib ketib qoladi, olmay qolishi mumkin deb o'ylayman-da o'zim fikrim. Suvni ham shu kech payt berasizmi? Suv faqat обязательно kechqurun. Kunduz suv oqmaydi. Kechqurun. Azizlar e'tibor berasizlar. Nima bersanglar ham, dori bersanglar ham, suv bersanglar ham, buni kechki salqinda beringlar. Kunduzi berilgan dori ham, suv ham asosan ispareniya bo'lib ketadi havoga. O'ziga olish qiyin bo'ladi. Kechki salqinda beringlar, hammasini nima bersanglar ham. Tarashchi, tarash holat qanaqa? Tarash holati bizda faqat kech salqinda bo'ladi. Ha. Mana misol uchun ertaman taraydigan bo'lsangiz, men sizga tarash holatini ko'rsataman. Mana oddiy misol, mana shu pomidor bo'lsa, mana ertaman hozir soat 9 da, misolda. Mana shu holatda mana taraladi mana. Qo'rqmay taraverasiz mana. Ha. Buni kunduz taraydigan bo'lsangiz, mana bu narsa mana teskari bo'lib qo'yadi mana. Ha. Mana shu narsani, mana bu narsani quyosh olmaydi. Mana shu teskari bo'lgandan keyin quyosh oladi-da buni. Shunda pomidori ancha qiynaladi. Buni kech payt tarasangiz, kech payt bu o'zi qayrilib bagi o'ziga kelib oladi buni ertamangacha. Ha. Mana o'sha pomidori boya ko'rsatganingiz birinchi taralgan jarayoni. Oddiy Mana shu holatda taraladi. tarab ketaverasiz. Qo'rqmasdan taravering. Yotib ketsangiz hech bo'la qilmaydi. Faqat kech salqin qilish kerak. Kunduzi taramaysizlar azizlar. Mana shu holatda Pomidor kechki bor. salqinda. Mana shu pomidor kech salqin taralgan. Mana o'ziniga kelib bir kunlik holatda mana bir kun bo'lgan. O'sha o'ziga kelib olgan mana. Kecha taralgani baylari Kecha o'zi taralgan, qaytib qolibdi mana o'ziga kelgan. O'ziga kelib qoladi sirasi. Faqat quyosh olmasa bo'ldi orqa tarafini. Mana joylari bor. Boshqalar kunduz taraydi, u yaxshi narsa emas. Kunduzi ana qoqab turib taraydiganlar bor, ana sinib ketmasin deb. Voy sinsa sinaversin, ana sinsa nimasi sinmaydi. Bachkisi bitta ikkitasi qayrilishi mumkin. Bachka deyiladi. Mana shu narsa bachka. Yon shoxlari. Yon shoxlar. U bitta ikkita qayriladi, hech bola qilmaydi u. Hech bola qilmaydi. Qisqacha video qilamiz azizlar. Hozirgi bugungi holat mana suv bu yoqdan bunga qo'yyapsiz ekan-a? Ya bu pomidori boya aytish esimdan chiqdi-da. Ha, bizda ozgina suv momo bo'lyapti. Hammada bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ozgina suv momo bo'lyapti. Kanalimizda suv yo'q. Oxirini tortib olganman-da. Ilojim yo'q. Men ertaga o'chirishim kerak edi buni. Ozgina mana shu Makkaga kelganni hisobiga, tegiga nam kelmaganni hisobiga o'zi pomidoriga borgan tegiga. Просто Makkaga ekkanimiz uchun tegiga nam borish uchun, chiqib olish uchun Makkani soya qilish uchun ekdingizmi? Ha, Makka endi bizada issiqlar Issiq bo'ladi. 50 gradusgacha issiq bo'ladi bizada, 45. Hech qanday toy yog'mag'ir emas azizlar. Shunday Piskent bilan Bo'kani pavoroti mana. Nima pavorot deyilardi bu? Bu Mintepa pavorot deyiladi. Mintepa yo'lli yuzi mana azizlar. Shunday yo'l yuzi, issiq, tekis joylar. Uklon ham bo'lsa, unaqacha katta uklon yo'q ekan-a? Yo'q, uklon unaqa emas. Katta uklon yo'q. Boshdan oxirigacha bir 1 metr chiqadimi, yo'qmi? Shu azizlar. Yo'q, buni agar suvni hamda misol
kech payt yoqib turib iloji yo'q bo'lgan holatlarda-da kunduz emas, o'sha kuni kechga yopsa bo'laversa kerak. Yo'q, mana hozirgi holati salqin hisoblanadi bizda. Ha, hozir xolos. Uje bunda qo'yaverasiz. Ana hosilga o'tirib turib, Ha. hosilga o'tirgandan keyin massiviy ana issiq suv ichib qo'ymasligi uchun hozir qo'yaveramiz. Biza mayga shu iyunning boshlarigacha qo'yaveramiz. Kunduzi qo'yaversa bo'ladi. Undan keyin o'sha isib ketgandan keyin u kunduzi Chilla kirganda. chilla kirgandan keyin shart emas. Hozir bu faqat makkani chiqarib olish uchun kunduzi qo'yiladi. Bu boshqa nav ekan. Kaltapalak. Aka, xudo xohlasa yana bir kelamiz. Inshaalloh. Hozirgigacha bo'lgan ishlari shu. Mana shu holatda. Ko'chatlaringiz siz o'zingiz anaqangizda ko'chatxonangizda 40 kun 50 kunda tayyor bo'ldi. Ha. Stakan qilgansiz. Stakan qilganman. Stakan biogumsiya qilganmisiz? Biogumsiya qilinadi, asosiy natija zo'r bo'ladi. Ko'chat sog'lom bo'lsa, yerga tushgandan keyin. Tagiga hech narsa solib ekmadingizmi? Amfos solib ekiladi. Shu amfossiz eksangiz uni bo'lmaydi u. Amfossiz umuman bo'lmaydigan narsa-da u. Обязательно amfos 100% kerak. Qancha solish kerak? Ha, kilonkaga solinadigan bo'lsa, где-то bir 20 dona amfos taqsimini olib solinadi. Chunki kilonkaning tagida sprenol chiqib ketmasligi hisobiga kuydirishi mumkin. Atak mana bunaqa ochiq maydonga kilonkasiz, tagiga kilonkasiz chuqurcha olib ko'mmaga keladigan bo'lsa, baklashning qopqog'ida 1,5 ta solsangiz ham ko'taraveradi. Bitta maslahatim shu kilonkaning tagiga nak kilonka deyiladi-da. Nak kilonkaning tagiga iloji boricha kamroq sovurish kerak. Chunki qizim ozgina solgan joylari bor, ozgina kuydirgan joylari bor-da, adashib qolgan joylari bor. Shuni hisobini aytaman-da. Shunga e'tibor bersanglar bo'ldi azizlar. Yangi tokzor bu. Endi kalta ekildi. Endi kalta bu yil ekilgan. Hali yosh. Aka sog' bo'ling. Dehqonchilikka baraka. Yana bir xudo xohlasa kelamiz. Oxir rezultatlarni hozir ko'ramiz, ko'rish nasib qilsin. Keyin nima ko'ramiz xudo xohlasa. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.